Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüyatqanlar Uyğur Radio Televiziyasının Kəşf Xəbərlər proqramısı. Mən Jalaliddin Qarxan. Bugünkü proqramımızda muşu bir həftə içində dünyanın hər qaysı yerlərində yüz bergen Uyğurlarga dair bir qism xəbərlər və dünya xəbərlərini huzurunuzlarga sunumuz. Birleşken Devletler Teşkilatı 22 devlet Xitayning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarga qilayotgan ziyankeşliklarga qarta birleşme bayanat e'lon qildi. 10 iyul Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk kengashiga a'zo devletlerden Avustraliya, Avstriya, Belgiya, Kanada, Danmark, Finlandiya, Fransiya, Germaniya, İslandiya, İrlandiya, Yaponiya, Latviya, Litva, Lüksemburg, Gollandiya, Yeni Zelandiya, Norvegiya, İspaniya, Şvetsiya ve Şveysariya qatarlıq 22 devlet birleşme bayanat e'lon qilib, Xitoy hukumatini Sharqiy Turkistondagi lagerlarni taqash ve ularga qilayotgan ziyankeşlik qilmishlarini darhol to'xtatishga chaqiriq qildi. Bu chaqiriq xalqarodagi kishilik huquqni qo'g'dug'uchi organlar ve shaxslar shundaqla Uyg'urlarning qizg'in olqishiga erishdi. 22 devletning Xitoyni ayblab bayonot e'lon qilishi xalqaro axborotlarda zo'r inkas qo'zg'adi. Bu haqda CNN televiziyasi, BBC radio televiziya şirketi, Al Jazeera qonunli qatorliq medialar birdek bunun bir natija ekanligini ta'kidladi. Bu qitimqi Xitoyni ayblash tizimlikida hech bir musulmon davlatlarining bo'lmasligi taratqularning diqqatini tortdi. G'arb davlatlarining bu chaqiriqi yana Turkiyadagi o'qituvchi partiya, parlament a'zolari, mutaxassislar ve bazı jurnalistlar arasında g'ulg'uli paydo qilgan bo'lib, Turkiyaning Xabar Turk qatorliq televiziya kanalları maxsus bu haqda to'xtalib, Amerika, Kanada qatorliq g'arb allari Uyg'urlarga ega chiqayotgan mushundaq bir mezgilda ümmet davası deb to'layotgan Erdo'g'anning bu chaqiriqqa qo'l qo'ymaganligining echinishlik bir ahvol ekanligini, Uyg'ur masalasida Turkiyaning g'arb davlatlariga boshlamchilik qilishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. 11 iyul kuni Xitoyning zuvani bo'lgan Yer shari vaqt gazeti maxsus maqola e'lon qilib, bu 22 davlatning dunyoga vakillik qila olmaydiganligini, ularning haq-nohaqni ostin-ustin qilib, Jungo'nun ishki ishlariga qalaymiqan aralashayotganligini ilgari surdi. 12 iyul Reuters agentligining xabarida Saudiya Arabiston, Rossiya, Shimoliy Koreya, Venezuela, Kuba, Belorussiya, Burma, Filippin, Suriya, Pokiston, Oman, Kuvayt, Qatar, Arab Birlashma Xalifaligi, Bahrayn ve bir qator Afrika devletlerinin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki elçileri Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan siyosatlarini qo'llaydiganligi haqida imzoliq xat topshirishganligini e'lon qildi. Kuzatuvchilar bu davlatlarning kishilik huquqni dafsanda qiluvchi davlatlar ekanligini qayd qilib, Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik, diniy dafsandichiliklar oldida bizning diniy qarindoshlarımızning shaxsiy manfaatlari uchun sukutni tanlashi, Xitoy masjidlarimizni chiqib, Qur'onlarimizni ko'ydirib, butkul musulmon dunyosiga haqorat qilayotgan bo'lsa-mu, butkul islom dunyosining zimmasidagi mas'uliyatdan qechishining islomga qilingan og'ir haqorat ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Shundoq, bizga bir umid g'arb dunyosidan keldi. Bizning haq-huquqlarimiz uchun Xitoyni tur degan bu 22 davlatga rahmatimizni bildiramiz. Ammo bu imzo bizning butunlay qurtulush yo'limiz emas. Mustaqilligimizning yanada o'zimizning tirishchanligi bilan qo'lga kelganligini unutmaylik.
Xitay Tashqi ishlar ministri bayonotchisi Geng Shuang yazın bayonot e'lon qilib, Amerikaning Tayvanga taxminan 2 milliard 200 million dollarlik 108 tane Abrams tipli tanka ve 250 tane Stinger boshqariladigan bomba setib berishiga qatnashgan Amerika şirketleriga embargo yurgizdiganligini bildirdi. U bayonotida Amerikaning Tayvanga qurol setib berish orqali xalqaro qonunga va xalqaro o'lchamlarga xiloflik qilganligini, bir Xitoy prinsipini oyoq osti qilib, Xitoyning mustaqillik va bexatarlik haq-huquqiga ziyon yetkazganligini, Xitoyning xalqaroliq manfaatlarini qo'g'dash uchun Tayvanga qurol sotgan Amerika şirketleriga embargo yurgizganligini bildirdi. İgallishimizcha 9 iyul Amerika Tayvanga qurol setib berishni tasdiqlab, 2 milliard 200 million dollarlik 108 tane M1A2T Abrams tipli tanka ve 250 tane Stinger boshqariladigan bombadan boshqa yana nurg'un sonda avtomatik qurol, o'q dora, Brownwing avtomobil, eg'ir yuk to'shig'ichi avtomobil va qo'shimcha aslahalarni setib beradigan bo'lgan bo'lib, setishi tasdiqdan o'tgan qurollarni Amerikaning General Dynamics Corp ve Raytheon guruhi ishlab chiqaradigan bo'lgan. Geng Shuang kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Tayvan rahbari Tsai Ing-wenning Amerika ziyarati ustida to'xtalib, Amerika hukumatini Tsai Ing-wenning Amerikaga kirishiga ruxsat qilmaslikka chaqiriq qilgan edi. Geng Shuang Amerikani Tayvan mustaqilchi kuchlariga Tayvanning mustaqilligini himoya qiladigan hech bir munbar yaratib bermasligi kerakligi haqida chaqiriq qilib, Xitoy Amerika munosabatlarini tinchlik va muqimlik uchun Tayvan masalasini inchkilik bilan muzokara qilishi kerakligini qayd qildi. Tayvan rahbari Tsai Ing-wen 13 iyul Amerikaga qarab yo'lga chiqdi. U Tayvanning bugungi qadar Amerikada ziyoratda bo'lgan 3-rahbari bo'lib hisoblanadi. Xitoy buningga qattiq noroziligini bildirmoqda. Hürmetli televizor körgüçiler, bu qitimli xabarlarimiz mush yerda axirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rguninglarga rahmat. Kelar qitimli xabarlarimizni ko'rishayli. Xayr xo'sh.